Bugun kechqurunga qizil lavlagi chala qaynatdim. Qizil olmani birgalikda aralashtirib smuzi qilib ichib olaman. Olmani po'stlog'i bilan men shirin ichishni yaxshi ko'raman, chunki shakardan voz kechganman. Shuning uchun shirin qilib, tabiiy narsalarni shirin qilib ichaman. Sahrli diabetiklarga esa faqat sviklani o'zi bilan ham qilsa bo'ladi. Ya'ni svikla, chesnok, tam nima deydi, qaymoq va mayonezmi, как salat sifatida qilib, smuzi qilib, suyuq qilib ichsa ham bo'ladi. Men iliq qilib ichishni yoqtiraman, shuning uchun qaynagan suv 1 stakan solaman. Shirin qilib ichaman. Mana shunaqa suyuqlikda ichish menga yoqadi. Agar sizlarga tabga ko'ra, mana 1 choy qoshiq zig'ir urug'i, ozgina kurkuma, ozgina imbir, zanjabil olib, trubочка bilan ichaman. Qizil lavlagili smuzini mana juda ham yaxshi ko'raman. Shirin holatda ichishni yaxshi ko'raman. Ya'ni olma bilan aralashtiraman yoki sabzi olma lavlagi qilib aralashtirsanglar bo'ladi. Ya'ni sizlarga qanaqa ta'm ko'proq yoqadi. Agar sahrli diabetli obunachilarimiz bo'lsa, очищение или ba'zan tashlash uchun ichadigan bo'lsanglar, shirin mumkin bo'lmasa, buni ichiga qattiq chesnok aralashtirib ichib olsanglar ham mazali bo'lib kiradi ichlaringizga. Kimga qanday yoqsa, yana savollardan biri, dieta qilish shartmi? Men misol uchun unaqa qattiq dieta qilmadim. Prosta shirin, shakarli narsalardan voz kechdim, ozgina, ko'p emas. Haftada 1 marta biron nima yeyishim mumkin, o'zimga отказ qilmasdan. No, mevalar, sabzavotlarda tabiiy shirinni postoyanno shirinroq qilib ichishni yoqtiraman. Sizlarga qanaqa smuzilar yoqadi yoki sok qilib ichasizlarmi? Qani kommentariyada bo'lishinglarchi. Endi bilmayman, men bu kontentni biron bir maqsadda anaqa qilganim yo'q. Shunchaki rekomendatsiyaga chiqib ketgani uchun, savollar ko'p bo'lgani uchun bo'lishib ketdim. O'zim hech qayerda biron bir pullik, dietolog orqali nima qilmaganman. Shunchaki YouTube'da nimani ko'rsam, ichib ko'raman, yoqsa o'zimda rezultat bo'lgani uchun sizlar bilan bo'lishdim. Bir kunda bir mahal ovqat yeyishni o'rniga shu smuzi ichishga qaror qildim va o'rgandim bu narsaga. Yaxshi natijalar ko'rdim. Sizlar ham agar qilib ko'rsanglar, natija ko'rsanglar, kommentariyada yozinglar, albatta o'qib va o'zim javob berishga harakat qilaman.